Men otasini, onasini oylab, "Ey Xudo, meni onamni gunohini kechir" demasdan qabristonga borib, ho'l o'tlarni chopayotgan o'g'illarga eslatib qo'yay. Voy, siz shu ho'l novdachalik foydasi tegmaydi unga. Qabrlarning tepasidagi o'tlarga tegmanglar. Sizni o'rningizga ish qilyapti u. Tikanlarni yirib yuboraylik-ku. Tikan o'smay qabristondan rayhon o'ssinmi? Tikan o'satda Xudo atayin shu tikonni shu yerda o'sadigan qilgan 20 metr pastdan ham suvga ichib ko'ylab tursin, shunga savob tegib tursin deydi. Quriguncha tegmanglar. Birodarlar, bizni odamlarimizchi payshanba kuni bir Qur'on o'qib otamga bag'ishlab qo'yay deyishdan boshqani qilmaydi. Ulug'larimizning gapi bor ekan. Kim agar o'zini haqqiga duo qilsa, otasi va onasini haqqiga duo qilmasa, duosi qabul bo'lmaydi. Qaysi ayol o'zini haqqiga duo qilsa, erini haqqiga duo qilmasa, o'zini haqqiga qilgan duosi qabul bo'lmaydi.